Cristiano Ronaldoning aka-ukalari va ularning nima qilishlari. U Hugo Averoning katta akasi. U taxminan 50 yoshda. U Portugaliyaning Madeira orolida CR7 muzeyini boshqaradi. Yoshligida u professional futbolchi bo'lishga harakat qilgan, ammo muvaffaqiyatga erisha olmagan. Hozirda u ko'rgazmaga mas'ul bo'lib, unda kuboklar, futbolkalar, fotosuratlar va Cristiano Ronaldoning faoliyatiga oid barcha narsalar namoyish etiladi. Elmaning katta singlisi Avero. U taxminan 51 yoshda. U ilgari CR7 kiyim brendini boshqargan, ammo loyiha kutilgan muvaffaqiyatga erisha olmadi va yopildi. Hozirda u biznes bilan shug'ullanmoqda va raqamli influencer sifatida brendlar hamda mahsulotlarni onlayn targ'ib qilmoqda. U ko'pincha ommaviy axborot vositalarida ukasini himoya qiladi. Kichik singlisi Katia Avero taxminan 47 yoshda. U Braziliyada yashaydi va Rio Grande do Sul shtatidan bo'lgan tadbirkorga turmushga chiqqan. Bundan oldin u Ronaldo sahna nomi ostida musiqa bilan shug'ullanishga harakat qilgan, ammo katta muvaffaqiyatga erisha olmagan. Hozirda u biznes bilan shug'ullanmoqda va influencer sifatida faoliyat yuritadi. Shuningdek, Braziliyada oilaviy investitsiyalarda ham ishtirok etadi. Savol: Cristiano Ronaldoning shuhrati oilasining muvaffaqiyatiga ta'sir qilganmi?